Tadbirkorlikda 2x ga oshishi mumkin yo 1 millionga chiqib turib, orqaga 0 ga tashlab yuborishi mumkin. Qaysi vaziyat qachon keladi? Bizga звонок bo'ldi-da, telefon bo'ldi. Moliyaviy menejerga 5 ta xodimimni o'qitmoqchiman, men tadbirkorman dedi. Men dedi, $1 million оборотga tez chiqdim dedi. Zo'r ketdi обороtim dedi. Lekin dedi, bir haftada yo'qotdim o'sha $1 million dedi. Men tahlil qilsam, endi men finansi boshqarishni bilmaganman, pul boshqarishni bilmaganman. O'shaning uchun men bu summani yo'qotdim. O'shaning uchun finansiy menejerga hozir 5 ta xodimimni o'qitib, ana endi boshqatdan yana xuddi shu оборотga chiqishga harakat qilaman deyapti. Yana shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, men o'zim tadbirkorlarni o'qitadigan nimalarda o'qisam, 2x o'sish uchun kolичествоni qanchaga chiqarish kerak, voronkani qanchaga tushirish kerak va hokazo shunga o'xshagan ko'rsatkichlar bor. Ko'rsatkichlarni qanchaga oshirish kerak, чтобы 2x shu topayotgan pulingizdan cho'nchagingizda qolishi uchun. Aksariyat tadbirkorlar hisoblolmaydi. Bizda asosiysi bu ketyapti, o'xshayapti, keyin bir gap bo'ladi. Bu tadbirkorlarning xislati. Hisob-kitob, moliya oxirroq o'ringa tushib qoladi. Mana shu hisob-kitobsiz agar biz oldinga bosib ketadigan bo'lsak, masalan, katta skidka berib yuborishimiz mumkin, noto'g'ri xodimni ishga olib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda biza не только o'sish, pul jihatidan yo'qotish emas, bu yerda vaqtimizni, imkoniyatimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. O'zimizni orqaga tashlab yuboradigan qaror qabul qilishimiz mumkin. O'shaning uchun men tavsiya qilgan bo'lardim, birinchi o'rinda tadbirkorlarga finans tomonini boshqarishi. Buxgalteriya bu o'tmish bo'ladigan bo'lsa, finansiy menejer kelajakdagi расчетlarni qilib beradi. Demak, biz agar finansiy boshqarmoqchi bo'lsak, kuchli, обязательно buxgalter, обязательно finansiy menejer oladigan bo'lsak, moliyachini oladigan bo'lsak, o'shanda bizani pulda ko'rsatkichlarimizni konkretno deb berishadi.